alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bo'g'in og'riqlari, artrit, artroz kabi kasalliklarni davolashda oddiy yechimni sizlarga taqdim etamiz. Albatta bir nechta retseptlarni sizlarga taqdim etib, ulardan xohlaganingizni, o'zingizga ma'qul bo'lganini tanlab olishingizni tavsiya etamiz. Demak, 1. Qaynatilgan guruch. Qaynatilgan guruchni muntazam iste'mol qilish bo'g'imlarni juda yaxshi tozalaydi. Guruch bo'g'imlardagi tuzlarni eritish xususiyatiga ega. Shuningdek, guruch organizmni keraksiz xolesterinlardan tozalaydi. 2. Ratsioningizga qora va yashil turub salatini qo'shing. Kuniga 100 grammdan. Kursning davomiyligi 3 hafta. Turub ham bo'g'im og'riqlarining eng yaxshi davosidir. 3. Biz 2 choy qoshiq olma sirkasi, 2 osh qoshiq tabiiy asalni olib, 1 stakan suvda eritamiz. 10 kun davomida kuniga 2 stakandan ichamiz. Natijasi sizni quvontiradi. Shuningdek, ushbu mahsulotlar aralashmasi ozishga ham yordam beradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.